Assalamu alaykum ekranımızdaki hörmətli görmənlər. Həmmanlarınki müşvaq xeyirlik olsun. Mən Adil Əroyor. Uyğur Tədqiqat İnstitut namıdan həmmanlarga səmimi salam yollayman. İz qaldırıyatqan namı proqramımızın yeni bölümünü huzurunuzga təqdim qılmoqchimiz. Bizning bugungi programmamızın qimmatli mehmoni bo'lsa, həmmanlarga tanışlıq. Vətən içi sirtida kriz turayotgan ana tilimizningki mavjudligi uchun tinimsiz tirishayotgan. Bizningki urf-odatlarimiz, madaniyatimiz, tilimiz, adabiyotimiz, tushunchamiz qısqası bizga təvə bolğan həm nəslimizinki varisi bolğan ösmürlərimiz və fərzəndlərimizinki yuşuran qabiliyyətini cari qılдырыш üçün munbə yaratıb kelyatqan. Təsəvvür dünyamız bilən real dünyamız o'rtasida üzünki yazmaları, şiirləri və əsərləri bilən münasibət qurub kelyatqan. Texi yaqında dünya üçün danlıq, nüfuzluq medialardan biri bolğan BBC tərəfindən rədləb çıxılğan 2020 yildagi dunyoga ta'sir ko'rsatgan 100 cho'ng ayol tizimidan o'rin olib, hammamizni faxrlantirgan Muyassar Abdullayat Xandan. Muyassar Xon, xush keldingiz. Assalomu alaykum Adil aka. Meni bu sayni taklif qilganingiz uchun ko'p rahmat. Aldı bilan sizni mundaq bir savoldan başlasak, siz hozirgacha yashagan ömrüngizni ma'nilik o'tib qaramsiz. Agar dunyo ikkinchi qatim ko'chib tursangiz bo'lsa, yana hozirgidek bizningki avlodlarimiz uchun shundoq fursatlarni yoki ona tili uchun xizmat qilgan bo'lamdingiz va yoki B, C, D'dek boshqa tanlash yo'lini qilgan bo'lamdingiz? Men o'zimning hayotini ma'nilik o'tdi deb kesmi aytolmayman, ma'nilik o'tmadimi deyolmayman, chunki bu yerdagi ma'nilik degan so'zning bizning bu ma'nilik degan so'zga beradigan ta'birimizning o'xshamasligiga qarab, meningcha buningga bo'lgan javob o'xshamaydi. Men o'zim hayotimga qarasam, ba'zi yerlarni bek ma'nilik his qilaman, ba'zi yerlarni o'zim xohlamaydigan ba'zi bir ishlarni qilib, masalan, o'zim xohlamaydigan kasblarni o'qib yoki o'zim xohlamaydigan ba'zi ishlar bilan mashg'ul bo'lib o'tkazganligim uchun ma'nisizdek his qilaman. Agar yana bir qitim dunyoga kelish fursatim bo'lgan bo'lsa, men bilmayman, balkim mushundoq bir davrda, mushundoq o'zimizni pido qilishimiz lozim bo'lgan bir davrda dunyoga kelsam, balkim o'xshash bir tanlashlarni qilgan bo'lardim. Lekin agar o'xshamagan bir davrda dunyoga kelgan bo'lsam, balkim bu vazifalarni mendimi yaxshi qila oladigan, mendimi voyaga yetkazib o'rindiy oladigan kishilar bo'lgan bir davrda dunyoga kelgan bo'lsam, men o'zim qila oladigan boshqa ishlar bilan balkim shug'ullangan bo'lardim. Bu bir insonninki bu hayotida oilasi intayin muhim rol o'ynaydi. Masalan, bir inson dunyoga ko'z qarashining shakllanishida, qimmat qarashlarining shakllanishida, keyingi kelgusi hayotidagi utuqlarining shakllanishida ailesine hakikaten tesir var. Bu Uygurlardımı bizim bundak bir ekibimizde ailemiz tuncu mektep edilen. Bu yemyeşen noktasında ailenin tuncu ictimai iş muassesesi dep qaraldı. Muş noktayı baktığında elbette sizinki hazırkadek bir nokta kilişinizde ailemizdeki intayin mühim rolü var dep qarayman. Muş ailemiz hakkında kısaca söz ederim siz. Buldu, ben bu qarashqa pek qo'shilma desam bo'ldi, chunki kichik vaqtimdan tortib oilamning menga ko'rsatgan ta'siri, bo'libmi oilamning ichidagi opamning menga ko'rsatgan ta'siri bek zo'r bo'lgan. Men eng oldi bilan she'r va adabiyot haqida opamdan anglaganlarim orqali bir tushunchaga ega bo'lgan. She'r bilan opam orqali tanishgan. Apam menga bek kichik vaqtlarimda qo'shiqlarni, she'rlarni yodlatadi. Keyin boshlang'ich maktabga, o'rta maktabga chiqqanda nurg'un musobaqalar qatnashib fursatga erishdim. Bu opamning soyasida bo'ldi. Chunki men yozgan har bir asarni, ya'ni musobaqa asarlarini opam intayin yaxshi tahrirlab, meni noyda jonliq bir shaklda deklamatsiya qilishga yetaklab, shu sahnalarga chiqishim uchun oldin tanlashlarda intayin yaxshi natija olishimga fursat yaratib bergan. Undan boshqa opam o'zi adabiyot o'qigan, ya'ni Uyg'ur tili adabiyot kasbida o'qigan, ammo ayni vaqtdagi sharoit tufaylidan o'ziniki xohlagan shu kasbida dars berolmay o'tir maktabda Xitoy tili dars bergan. Shuning uchunmikin opamning ko'nglida bir orzu bor edi. Yani şundaq til adabiyot darsini o'gitish bolalarga, avlodlar qoldirishdan iborat bir arzu bor deb o'ylayman. Shu arzuni bizga berish orqali, ya'ni bizga ajr qilish orqali shu arzusini amalga oshirgan.
Şoň kiçikimden tartып apamnınki bergen terbiýeleri, meýli okutgan kitaplary, meýli apamnyň bizge ip bergen her türlük başga nerselerde bolsun, men bir alaydy bir närseni baýgaýtdym. Meselem, naýt addy kılıp etsem, apam her qetim maaş alganda bizge alaydy bir sowgat taqdim kılatdy. Bu sowgat qandaqdyr yemek-içmek, oyunçuk emas, belki meselem şahmat veya ki bir özümüz naýt elişini halaýdygan naýt qymmat bir kitap degenge okşaş muşundaq sowgatlar bolatdy. Biz her qetim şu apamnyň maaş algan günini töt gözümüz bilen kütetdik. Apam maaş algan güni bizge nime äkeldigando dep bek naýt heýranlyk, naýt bir içimizde bir taqazzalyk bilen kütetdik da o günni. O gün kelgen çagdymı haqiqatan apam bizni ümitsizlendirmekdi. Şu ügengen şahmatimni men ali mektepde nurgun musabaqalar gatnaşyş arkaly işletdim. Biz Beijing Üniversitetininki Tsinghua Üniversiteti karşı nurgun musabaqalar gatnaşgan çygymyzda men bir grup içinde, meýli ýeki şahs süpetinde musabaqalar gatnaşdym, netijelerge erişdim. Bular meniň mektepden sırtky, dersden sırtky hayatymny beýitdi. Yani okutgan nurgun kitaplarının belki mezmunları hazır isimde yok. Lekin şu näsler haqiqatan meniň hazırki men bolup şekillenişimge naýty zor täsir gösterdi. Onundan başka apam ezelden meniň netijelerimge bir talep koymaýdy. Men özlükümden okuýdum, maňa monça numar alsyz diýen bir talebi ýokdy. Amma dersden sırtky terbiýelenişimge bek güç çykargan. Meselem, dersden sırt müzik kursuga berip iskirip kögetken. Mence bu bir keçirmiş meniň hayatynyň bir sanatlik tarapyny körüşümge intaýyn zor paýdasy bolgan dep garaýman. Şuning üçin men muşu sanatdan bir ümitwarlykny öýrendim. Men muzikant bolmadım. Apam bizni eýni wagtda muzik kursuga berişdim maksat hergiz muzikant bolunglar emasdy. Biz şu wagtdaki muzik sinipdeki balalar bilen bek zor perhilnetdik. Ularning hemmesiniň maksady sanat institutuga imtihan berişdi. Amma bizning maksatymız o emasdy. Bu bizge kiçikimizden tatyp goýup etilgen bir ideýa, ýani mektepde naýt ýaxşy okup ýaxşy bir kesipni egelleş. Muzika we başga näsler sizlerniň hayatyňlardaky, fakat hayatyňlardy beýitdigan bir näs bolsun. Çünki men şu wagtda mesligan meniň muzikada talantym ýok. Egerde naýt zor talantym bolmasa belki muzikant boluşum mümkindi. Şuna demekçi bolgunym bir aileninki bir balaga bolgan täsiri en aldy bilen elbetde mektepdeki okuşlarga türtki boluşdan sırt, ýene mektepden sırtmy bir hayatynyň barlygyny, turmuşynyň naýt güzelligini onu bildiriş dep oýlaýman. Muzika dizimiz naýt müşahede kalan bir näse keldi, lekin muzika bütün bir gap var. Daýylaryň hemmesi muzika bilen şugullandy depçi. Lekin her müzik çalanlar daýy bolanmaýdy, amma her daýynyň birisi müzik çalaýdy dep aşnaq bir gapni okugandym men. Bu apamyzyň muşundaq bir dünýä gözgaraş şekliniş elbetde apamyzyňky çoňlaryň naýt zor täsir edip oýlaýyn men. Aşy çoňlar toğrusy kysy çözüp beremsiz? Apamnyň ailesidikilen demekçi bolar. Apamyzyň ailesi hakda. Apamnyň ailesidikileriniň apam kançalyk täsir göstergenligi hakda men eniq bir näse diýenmeýmen, lekin apamnyň etip berişçe mumam fakat okumagan eken-de, okumagan bir aile aýaly idi. Buam bek köp okumagan. Ular 9 bal eken, apam 9 balanyň eň çoňy. Lekin mumam apamnyň okuşyny bek arzu kılatken. Bolupmu ali mektepke imtihan bergen çygda buam apamnyň doktor boluşyny arzu kılatken, doktorlukdan başga kesip okusa okumusun boldy diýerken. Mumam hatda şu çagda buamga doktorluk kesbidin çakyryk geldi dep aldap goýup, apamga edebiyat kesbidin kelgen çagda apamny ali mektepke äwätiş üçin buamga ýalgan etişgimi razy bolup eken. Ezelden buamnyň gepidin çykmaýdygan, syzykydan neri ötmeýdigan mumam apamnyň okuşy üçin bir ýalgan gepke razy bolup eken şu çagda. Bu maňa bek täsir kılgan. Mumam özü okumagan bir aýal aşu jemgyýetge nisbeten etganda okuşynyň kadrini bek düşünüp ketelişi meniň kalamdan taza ötmeýdi, lekin şundaq bolsunmu, apamnyň naýt ýaxşy, ýuqur bir maglumatlyk bolup çykyşyny arzu kılganlygy maňa mumamny şu däwrdeki gerçi okumagan bolsunmu ılgar ideýlik bir aýaldek bir täsir bergen maňa. Şuning üçin menimçe apamgymy özüniň ailesinde belkim apysynyň täsiri bekrek güçlük bolgan boluş mümkin dep oýlaýman. Bu siz ali mektepni
Xitoydagila emas, dunyodagi eng nopuzliq maktabning birisi o'qibsiz. Undan keyin magistrlikni o'xshashla dunyodagi nopuzliq bir maktabning biri bo'lgan Malay universitetida o'qibsiz. Uni o'qishni o'qib bo'lgandan keyin Turkiyaga qaytib kelibsiz. Turkiyaga qaytib kelgandan keyin siz albatta bu bilim jihatdagi o seviyengiz haqiqatan asosi intayin puxta. Tamamen doktorlukta o'qib yoki shu bilim sohasida yine siz ko'zlagan maqsad yetalayotganingiz deb qarayman. Ama siz bu yo'lda emas, ama bizdeki farzandlarimizdeki ana tili uchun, hatta onların yoshirin qobiliyatini joriy qildirish uchun munbar yaratib turyapsiz. Nemishqa siz bu yo'lni tanladingiz, ikkinchi yo'lni? Bu yo'lni tanlashim bir jihatdan aktiv bir xil holatda bo'lgan desam, yana bir jihatdan passiv holatda, ya'ni o'zim majbur bo'lgan deb qarasak bo'ldi. Men magistrlikni o'qib bo'lgandan keyin haqiqatan o'zimning kasbimni yuqorilab doktorlik o'qishni o'ylagan. Turkiyaga kelgandan keyinmi menga doktor bo'lish haqida nurg'un mendan burun o'qigan, Turkiyada doktorlik qilayotgan aka-adilarimiz maslahatlarni bergan, yo'llarni ko'rsatgan. Men shu vaqtda o'ylangan. Lekin mening Malayziyadagi bir muallimim bordi, u professor menga bir gap qilgan. Men o'zimning yiziqchilikni bek yaxshi ko'rdiganligim, shu vaqt qilayotgan tadqiqot yordamchisi bo'lib ishlayotgan shu chog'da, shu vaqt qilayotgan tadqiqotlarning intayin bezor ekanligimni, ya'ni faqat yoqtirmaydiganligimni bu ishni aytgan chog'imda, sen o'zingda hech nima yo'q chog'da voz kechgin, sen o'zingga butun narsani tayyorlab bo'lgandan keyin u narsalardan voz kechish tez bo'ldi degan. Demakchi bo'lgani, masalan, men doktorlik unvoniga ega bo'lsam yoki biror universitetda muallim bo'layotgan bo'lsam, men u yerga oson kelmagan bo'laman. Ulardan voz kechish bekrak tez bo'ldi. Lekin garchi men 6 yil universitetda, undan keyin yana 2 yil magistrlikda o'qigan bo'lsam, bu o'qish jarayonimdan voz kechish kelgusiga nisbatdagi avu holatimdan voz kechish qaraganda biroz oson bo'ladi. Shunga menga bergan o fikrimni bek ta'sir qildi. Yana biri men Turkiyaga kelgandan keyin Turkiyadagi bolalarning ahvoliga qarab o'ylanishga boshladim. Chunki Turkiyada yetarli doktor bor ekan, men o'zimni agar doktor bo'lsam, eng yaxshi doktor bo'laman deb aytolmayman. Chunki haqiqatan kasbni yaxshi o'qidim va doktor bo'lishga o'zimni tayyorlab bo'ldim. İmtihan berib, doktorlik ijozatnomasi olib, bir doktorxonada ishlasam tamoman bo'ladi. Lekin men o sohaga birdan-bir va intayin zarur bir odam emas. Lekin boshqa bolalarga nisbatan aytgan chog'da, hozirgi sharoitimizga, davrimizning taqozosiga nisbatan aytgan chog'da, men o'zimni ko'pincha odamlar tanlamaydigan, ko'pincha odamlar tek qilmagan bir yo'lni tanladim deb o'ylayman. Va bu sohaga agar men qilmasam, boshqalarning kirishimi notayin. Shuning uchun cho'qim bir odam bu ishni qilish kerak, bir odam qurbonlik berish kerak va Turkiyadagi shu vaqtdagi bolalar bilan paranglashgan chog'imda bir fursatda men bir qancha bola bilan paranglashdim. Shularning biri o'zini turk deb ching turib oldi. Halbuki uning ota-onasi Uyg'ur. Nima uchun o'zingni turk deysan desam, menga bir aniq sabab bermadi, lekin faqat Uyg'ur degil unimadi. Endi men bir bolalarning, mayli cho'nglarning o'zini ma'lum bir jamiyatdagi, o'zi turayotgan jamiyatdagi ko'p sonliqlarga tava qilib olishni shularning o'ziga tortib ketganligidan deb qarayman. Agar biz bu bolalarni balduroq o'zimizga tortib olmasak, boshqalar bizdan burun o'ziga tortib oladi. Shuning uchun men bularni o'zimizga tortishimiz lozimligini shu vaqtda beshchunqur his qildim. Darhol qaror qilib, savat chiqarish sinf ochay deb bir jamiyatga akimiz bilan paranglashib, bir sinf ijaraga elib darsni boshladim. U vaqtda faqat savatni chiqarib qo'ysam bo'ldi deb o'ylagan. Lekin qolgan ishlar deganimdek passiv holatda o'zligidan bo'lib ketdi. Men bu ishning suratiga faqat ergashdim desam bo'ldi. Bu siz mushu qilish jarayonida Ayxon ma'rifini qurdingiz. Ayxon ma'rifini qanday boshladingiz? Agar boshlashdan burun bizga mushu Ayxon onamiz haqida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Biz G'uljida Ayxon ona maktabi deb anglaymiz, ya'ni anglagan. Va Ayxon onaning ish izlari haqida G'uljida emas, butun Sharqiy Turkistondagi barliq bolalarning kichik vaqtidan tortib xabardor bo'lib cho'ng bo'lgan deb o'ylayman. Ayxon onaning keyin G'uljida Nurtay Hojim maktab ochdi. Bularning menga unchalik zo'r ta'sir qilishdagi sabab
mening dadamning dadisi, ya'ni buvam, ayni vaqtda o'zining tog'asi Setvaldiboy bilan birlashib, G'uljida Sharq maktab, ya'ni 11 boshlang'ich maktabni qurgan ekan. Bu vaqtda dadam bizni faqat sirtda degizmaydi. Chunki buvanglar bu ishni boshqalarga deb jakarlab, maqtanish uchun qilmagan. Shuning uchun sizlarningmi uningdan maqtanish huquqinglar yo'q deydi. Şoň biz faqat bunu sirti demeýdik, amma bu mening roýumga bäk qattiq täsir qilganda, hatda kiçik wagtymda şundaq dostlarymga degim kep ketetdi. Mening buwam mektep açqan dep jagarlygym kep ketetdi. Men bunundan bäk päxirlenetdim. We bunu päxirlenişke tegişlik bir iş dep garaýtdym. Şoň Nurtay ajam mektep açqandymı, men şu jagdarhal apamga "Memme çoň bolsam muşundaq mektep açyman" degendim. Men bu mektep içiş degen iş maňa nisbeten faqat bir kiçik iş emasdi. Şoňa Ayhan marifini içişten burun ben Öndidar'da bir neçe karar İngiliz dil kursu açtım. Açqandan keyin biz bunu bir teşkillik bir şekilde qilishimiz kerakkan deb oyladım. Bundaq oylaşdan sebep biz keyin çoňarak bir işlarni qilmoqchi bolsak, buning iqtisod lazım boldy ekan. Lekin biz bu iqtisodni boshqalarga yalvurup, baylarning pul chiqarishini saqlab o'ltirsak, onunga bek uzun vaqt ketadigan we yoki nurg'un ishlarda, gerçi umumning ishi bolsa-mu, xuddi shaxsiy ishimiz qatori muomala qilindi ekan. Shuning uchun o'zimizning kuchimizga tayinib iqtisod to'plashimiz lozim ekan deganni o'ylab, bir qancha o'qituvchilar bilan maslahatlashib, keyincha boshqa o'qituvchilarni biz sinoq orqali qabul qilgan bo'ldik. İngiliz tili, Xitoy tili, Fransuz tili, Türk tili, Yapon tili ve keyin Norveç tilimi qo'shildi. Mushundaq tillarda Ayhan xonim qizlar tor maktabi deb bir tor maktab ochdik Öndidarda. Bu tor maktabning kirgan kirimining 10% butunlay Ayhan fondi deb shu fonda qo'yiladi. Biz bu bir yildan keyin bu fondining puli orqali shu vatanda oliy maktabda o'qiyotgan qizlarning iltimos qilishini talab qilib, iltimos shartlarini e'lon qilib, Ayhan xonim qizlar tor maktabining, ya'ni Ayhan fondining qizlar o'qish mukofotini ta'sis qildik. Va shu bir yil qizlar o'qish mukofoti bergan bo'ldik. Lekin keyingi yillarda vaziyat yomonlashdi. Bizning vatandagilarga pul avatishimiz ular uchun bir xatarlik ish bo'lib qoldi. Shunga bu fondini naq shu vaqtda men İstanbulda ana til sınıfı açqan, mush yerdagi ana til sınıfıga yütkep, ana til sınıflarının chiqimlari uchun ishlatishga boshladik. Ondan keyin boshqa o'qituvchilar, ya'ni vatandan o'qituvchilarimiz bordi, ular sapdan tushdi. Keyin boshqa o'qituvchilar aldirashib ketdi bo'lib, ingliz tili kurslarimizni qolgan bo'lsa-mu, men hozirgacha har qanday bir kirimim bo'lsa, shuni 10% ni butunlay fonga ayirib kelyapman. Ondan keyin nashr asarlarimiz bo'lsin, mayli boshqa ishlar bo'lsin, shulardan kirgan kirimlarning hammasi, ya'ni pidoyi qilinayotgan ishlarning kirimlarining hammasi fonga qo'yiladi. Mushu shaklda fondimiz miyonvatadi. Bu fondining hamda deganimdek hozirgacha chiqim boshqa kirimi butunlay ana til sinflarimizning chiqimiga, nashr asarlarimizning chiqimlariga ishlatilyotidi. Bu Ayhan marifini yo'lga qo'yib, buningga Ayhan degan ismni qo'yish masalasiga kelsak, Ayhan degan ismni shu chog'da albatta men tavsiya qilmagan. Bu ismni shu yerdagi boshqa bir, ya'ni g'uljiliq emas bir singlimiz tavsiya qildi. Men uningdan bek suyundim, chunki Ayhan degan ismni biz G'uljida bek jiq anglagan bilan, chunki Ayhan maktab deb hozir boshqa nomda atalsa-mu Ayhan maktab deb ataydi hozirgacha G'uljadagilar. Shundaq deb anglab kelgan bo'lsak-mu, boshqa yerdagilarmi, ya'ni boshqa shaharlardagi bolalarmi buni anglab cho'ngib degan deb xo'sh bo'ldim. Ham u chaqda xonim qizlar maktabi deb ochganimiz uchun bu Ayhan degan ism xuddi dal tushgandek his qildim. Bizning endi hozirga nisbatan aytganda, ayni vaqtda Ayhan onamiz yo'lishidan qolgan, dadasidan qolgan miroslarini, ya'ni bir uyini maktab qilib ichib, uningga yana boshqa yerdan, ya'ni bir maktab qig'idek bir sinflarni ilib, rasmiy bir maktab qurib degan hamda yetim bolalar uchun. Bizning undaq miroslarimiz yo'q. Ammo biz o'z kuchimizga tayinib, azroq bo'lsa-mu to'plagan shu mablag'imizni xuddi Ayhan onaga o'xshash millatimiz uchun sarf qilishni o'yladik. Va bu ruhni chuqur davomlashtirishimiz kerak. Bu ismnimi bizning bolalarimiz xuddi biz Sharq Turkistonning har qaysi shahardagi bolalar anglab cho'ng bo'lgandek, bu bolalarimizni anglab cho'ng bo'lish kerak deb o'yladik. Shuning bilan mush ismni tanladik. Bu Ayhan Ma'rifi, Ayhan fondi ana til maktabi hozir hammasi birlashib ketibdi. Albatta bu jarayonda sizlarni hozirgi seviyaga kelishinglar nurg'un mushkulotlarni duch keldi deb o'ylayman. Mushu qanday bir qiyinchiliklarga duch keldinglar? Bir qiyinchilik bo'yam degandek,
to'r maktabdagi muallimlarimiz chekindi. Vatandagi muallimlar, chet eldagi muallimlar. O'zim yolg'iz qoldim. Yolg'iz qolgandan keyin albatta kirim burunga qaraganda azlaydi. Fondining kirimi azlaydi. İqtisad meselesiga duch keldik. Ondan keyin yana biri bo'libmi ko'pincha kishilarning orasida men bu fondini ko'proq tashviq qilishimdan maqsad faqat bizning ishlarimizga bir qo'llash bo'lsa, o'zimizning kirimi bilan o'zimizning ishlarni qilsak deganni maqsad qilgan, ammo ba'zi bir kishilar xato tushuncha bo'lib, bu qiz garchi fondi deb jakarlagan bilan, lekin bu planni hammasini o'zi xashlaydi. Bu hergiz buni mushtaq yig'ib millatga ishlatmaydi deb bir gap so'zlarni anglagan bo'ldim. Bu vaqtda ko'nglim bek yerim bo'ldi. Albatta biz kim uchun tirishayotsak, shularning og'zidan bunday gapni olsak ko'nglimiz yerim bo'ldi ekan. Albatta. Shuningga shu chog'larda menga nim japa bo'lmasa bu fondini shu o'qish mukofot qilib taqdim etiblam bo'ldiq vassam bo'lamdiki. Chunki men iqtisod masalasiga bek chin qarayman. Bo'libmi umumning puli degan narsa bizga kichikimizdan tortib bek qattiq o'rgatib etilgan. Hargiz bir kurishig'mi, bir sentig'mi cheqilishga bo'lmaydi, bir tiyinnim ost bo'lmaydi deb. Shunga o'zim qilmagan ishni meni qildi degan bir gapni anglagan chig'imda buningdan bo'libmi men o'zim eng nafratlangan bir ishni ish to'g'risida tuhmat qilgan chig'imda bek ko'nglim yerim bo'ldi. Bu bir qiyinchilik hisoblandi, ya'ni boshqalar tarafidan tuhmatga uchrash. Undan keyin yana davomli boshqa qiyinchiliklar bo'ldi. Masalan, nurg'un ishlar o'zimizning qo'limizdan kelmaydi. Bir guruhga holatida qilishimiz kerak. Lekin nurg'un texnik ishlar bo'lsin, mayli boshqa ishlar bo'lsin, odam yetishmadi. Kech kunduzlab ishlagan bo'ldik. Bizga texnik jihatdan yordamlashgan bolalarimiz nihoyat kuch sarf qildi, ya'ni kundan 14 soatlab ishlagan vaqtlar bor. Mush chaqlarda harg'inlik his qildik. Haqiqatan qiyinchiliklar oz bo'lmadi. Lekin hozir biz shu Ayxon Ma'rifi Turkiyada virus sababidan bir mazgil taqilib qolgandan keyin biz buni butun dunyoga yeyishimiz kerak ekan deb o'ylab, Uyg'ur ona til to'r maktabi degan nomda boshqa yerlardagi ona til muallimlari bilan birlashib, shundaq bir maktab ya'ni to'rdagi bir mavhum bo'lsin, to'rdagi bir maktabni shakllantirdik. Hozir bizning maxsus ilmiy bo'limimiz bor, boshqa ishlarni qiladigan xodimlarimiz, muallimlarimiz bor. Hisobda haqiqiy bir yukimizni sal yengillatadigan bir guruh bo'lib shakllandik. Shunga qiyinchiliklar hozir asosan tugadi desam bo'ldi. Bu bizniki bu prezidentimizniki bu yoshuran qobiliyatini joriy qilish uchun yaxshi bir munbar yaratib qo'yapsiz hozir. Mesela to'rt quloq yo'lini chiqaryapsiz, hozir 8 dan chiqdi. To'rt quloq degan men jurnalni ismini ana vaqtimda intayin bir diqqatim topgandi. Mush to'rt quloq buni qanday bu ismni qo'yib qoldingiz jurnalga? 2018 yil bo'lsa kerak, butun dunyodagi ona til muallimlarining Salom ustoz degan bir WhatsApp to'pi botdi. Shu to'pda shu jurnal chiqarish haqida fikr o'tirib qo'yilgandan keyin ism tavsiya qilish boshlandi. Shu chog'da men to'tquloq degan ismni tavsiya qildim. Biraylar yaproq degan ismni tavsiya qilib ekan. Shu yaproqdan mening kallamga to'tquloq degan ism, ya'ni shuningdan paydo bo'ldi desam bo'ldi. To'tquloq biz kichik vaqtimizda dallarda izlab yuradigan, nihoyat kam uchraydigan bir narsa. Chet elga nisbatan aytgan chog'dimi Uyg'ur tilini bek suyadigan va intayin yaxshi biladigan bolalar to'tquloqdek nihoyat tutiya bo'lib ketyotidi. Qimmatli ko'p bor-da. To'g'ri, nihoyat qimmatli bo'lib ketyotidi. Shunga mushundaq bir qimmatlik bir bolalarga yaratib bergan bir sahna bo'lganligi uchun shu ismni tanlashni o'yladim. Bu jurnal chiqarish hamda haqiqatan tez bu ishning ichida men burun chiqarib bakkan, ham o'sha alishib bakkan. Bunun nurg'un qiyinchiligi bor. Hatto bu Xitoyda 1930-yillarda bir gap bo'lib ekan. Bir odamni joylamoqchi bo'lsan, jurnal chiqarib uni joylab bergancho 3000 dak bir jurnal chiqib, hammasi vayron bo'lib ketgan. Demak, shu o'g'lim chet elda nurg'un jurnal chiqdi hozirgacha. Ama ko'p qismi siz yaxshi qilsiz. Ba'zilari 15 sanchiq to'xtab qoldi, ba'zilari 4 sanchiq to'xtab qoldi. Ama bu hozirgacha sizning chiqargan jurnalingiz 8 sanchiq bo'ldi. Shunday ahvolda nurg'un qiyinchiliklar bo'ldi albatta. Masalan, asar yetishmaydigan ahvollar bo'ldi, texnik ahvollar bo'ldi, iqtisodiy qiyinchilik bo'ldi. Shunday vaqtlarda shunday qiyinchiliklarni qanday yengdingiz? Bu jurnalniki istiqbolini qanday qaraysiz qisqasi? To'tquloq jurnalini chiqarishda men birga Siyrat o'smirlar jurnaliga
jurnalning takroratiga ko'p rahmat aytaman. Chunki bu to'tquloq jurnalimizning chiqishiga Siyrat jurnali ko'p ilhom bo'ldi deb aytsam bo'ldi. Chunki Siyrat jurnalini ko'rgan odam uningdagi saviyani, uningdagi sifatni his qila oladi. Buni ko'rgandan keyin men bizning bir diniy jurnalimiz bo'libdi. Bu nihoyat yaxshi bir ish, chunki o'zining dinini o'zining ona tilida o'rganish fursati bu bolalarimizga berilgani nihoyat yaxshi bir ish bo'ldi. Shuni his qilgandan keyin bolalarning bir adabiy jurnal kamkani, ya'ni shunday shaklda, ranglik, bolalar suyib o'qiydigan bir adabiy jurnal kamkan deganni o'ylab, shu jurnalni chiqarishga boshlagan. Dastlabki 4 sonini bizga maxsus texnik jihatdan yordam berib qo'llagan qarinishimiz bo'ldi. 4 sonining qelipi chiqarilgandan keyin men o'zim ishlab beqishni o'yladim. Shuning bilan o'zim faqat kompyuter jihatdan garchi kasbiy bir tarbiyalashga qatnashmagan bo'lsam-mu, ammo ko'zning pishishi bek muhim ekan. 1 yil shu 4 son chiqish jarayonida to'rdan hamkorlashib qilinganligi uchun bu xizmat men bu ishlash jarayonini boshdan oxir ko'rganligim uchun menga biroz oson bo'ldi. Shu 1 yil men xuddi haqsiz tarbiyalashdek bir fursat berdi desam bo'ldi. Shuning bilan 2020-yili o'zim maxsus chiqarib baqay deb tirishib 4 sonni o'zim chiqargan bo'ldim. Hozir kasbiy jihatdan, texniklik jihatdan boshqa qiyinchilikim yo'q. Asar yig'ish jarayonida o'zimning o'quvchilarim bo'lganligi uchun bo'libmi 2017-yili savat chiqarish sinfini boshladik. Undan keyin adabiyot sinfi bo'ldi. Bolalarning qiziqchilik saviyasi yuqori ko'tarildi. Ham Salom ustoz topidagi ko'pincha muallimlar intayin qo'lladi, asarlarni avatdi. Bu jihatda ko'p qiyinchilik bo'lmadi. Ammo ba'zi bir sahifalarga, masalan, alayliq tarix sahifasiga bo'lsin yoki ichidagi ba'zi bir madaniyat sahifalariga asar yig'ish biroz qiyin bo'ldi. Chunki ularning asarlari biroz saviya talab qildi, to'g'riliq talab qildi. Shuning uchun bu sahifalarga asar yig'gan chaqda ko'p kishilar bilan aloqa o'rnatishga, bo'libmi jurnal chiqarishga vaqt oz qolgan sari ularni söylashga to'g'ri keldi. Shu yerdan ularga ko'p rahmat aytaman, vaqtida ta'minlab berdi. Ammo shu jarayonda haqiqatan qiyin bo'ldi. Har ikki tarafga. Ya'ni asar ta'minlagan odammi vaqt qistab qolgan sari qiynaldi. Bizmi bu yoqda titildik. Qachon asarlar keladi deb. Shu jarayonda biroz qiyinchiliklar bo'lgan bo'ldi. Ammo hozir 8 son chiqib bo'lgandan keyin jurnalimiz biroz qilib tushib qoldi. Bundan keyingi xizmatlar texim oson bo'ldi deb o'ylayman. Men azaldan bir ishni boshlasam, o'ylanaman boshlashdan burun, qila olamdim, qila olmamdim. Agar qilolmasam boshlamayman. Boshlasam tishimni tishlayman. Hargiz bel qo'yib etmaslikka tirishaman. Bu jurnalda shunday bo'ldi. Texniklik ishlarda qiynalgan vaqtlarimdami men cho'qim qila olayman deb to'rdan izlanib, uni davomli texnik sifatini yaxshi ko'tarish, yuqori ko'tarishga tirishdim. Texnik yaxshi qilishga tirishdim. Bundan keyin bu jurnalni to'xtatib qo'ymaslikka tirishaman. Ham hozirmi o'zimning o'quvchilarim orasida mayli rasm chizishda bo'lsin, ya'ni shu raqamlik rasmlarni chizish, mayli asar yozishda bo'lsin, intayin yuqori saviyadagi bolalar bor. Ular hatto intayin ta'sirlanib o'zining nashr asarlarini chiqarish oldida turibdi. Bu vaqtda kichikgina ipuchini berib qo'yay, yaqinda xush xabarlarimiz bor. Shung men bu jurnalning istiqboliga va bu jurnaldan ilhom olib qilinadigan ishlarning istiqboliga nihoyat umidvor qarayman. Bu jurnalga bizningki chet eldagi Uyg'urlarning qiziqligi qandaroq? Yani tirasani qayerdan qayergacha talab qilayotganlar soni xili bormi? Bu haqda men ancha umidvor emas, chunki bu jurnalning tiraji jami 1000 parcha. Ammo birinchi yili mushtari bo'lganlar 500 ga yetmaydi, 400 necha kishi. Qolganlari ancha-muncha parcha sotilgan bo'ldi. Ikkinchi yili bu mushtarlar soni texim ozlab ketdi, ya'ni 300 atrofida desam bo'ldi. Bu yilqi mushtarlarni tek qabul qilmadik. Qabul qilgandan keyingi ahvolga qaraymiz. Balkim bizningki tashviqotimizdan masala bo'lishi mumkin deb o'ylayman, chunki bizning hozir odam sonimiz bek oz. Masalan, shu 2020-yili bo'lib 6-sondan boshlab asar ta'minlashdan boshqa, rasm chizib berishdan boshqa ishlarning hammasini o'zim qildim. Pochtadan silishga Allah razı bo'lsin Teklimakan kitobxonasi yordam qildi, avlod gruppasidagilar yordam qildi. Uning oldida hatto pochtadan silish ishlarini o'zim qilatdim. Shuning uchun odam kuchi jihatdan
biraz kemçil bo'lganlikdan, hamma ishga yetishib bo'lolmay qolganligimdan, balkim tashviqot jihatda biraz yetarsiz bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Shunga mushtarlarning soni ko'p bo'lmadi, ammo yaqinda shu ba'zi muallimlar, ba'zi hadlarimiz gap qilib, özünün dostlarının yoki tunish bilishlarning bu jurnal haqida faqatla hech nima bilmaydiganligini, faqatla xabari yo'qligini inkos qildi. Shunga qarab, men buni bizning kishilarimizning qo'llamasligidan deb kishilarga oddiy va emasdan masalani o'zimiz tarafidanmi izlab beqishimiz lozimligini o'yladim. Shunga tashviqot jihatdan boshqa ota-onalarning, ya'ni jurnalga mushtar bo'layotgan o'qituvchilarning yordamiga ehtiyojimiz bor. Shundaqla o'zimizmi texnik kuchashni o'ylashyapmiz. Siz bu bizning o'smirlarimiz uchun sahna yaratib bersin boshqa. Siz aynı zamanda ben sizin bir yaxshi talantli yozuvchi deb qarayman. Siz nima ishga yozasiz? Mush to'g'risida so'zlab bergan bo'lsangiz. Men o'zimni faqat yozuvchi deb qarab baxmadim. Chunki men yozuvchi, shoir degan uqumlarga pek yuqori baho berman. Shunga texi o'zimni texi u yerda deb o'ylamayman. Men faqat o'zimni bir havaskor deb o'ylayman. Endi nima ishga yozsiz degan masalaga kelsak, men burun o'zim yaxshi ko'rganligim uchun yozatdim. Ya'ni ilhomim kelganda o'zim huzurlanganligim uchun, har bir kishining bir huzur topadigan, qochadigan bir bulungi bor deydigan, mening bulungim bu. Ya'ni men yozgan chig'imda shundan huzurlanatdim, hordiqim chiqatdi, o'zimni intayin xushal his qilatdim. Biroq hozir yozishimiz kerak deb o'ylab turib yozaman. Chunki bizning hozir burun, ya'ni ishlar taraq qilib bu bosqichga kelishdan burun biraz yerim o'yg'oq holatimizdagi vaqtdagidan farqli bir tushunchalarimiz bor. Bunaqa deyishimlik sabab, biz 2016-yilning oldida Undidarda tuqqanlarimiz bilan, mayli do'stlarimiz bilan xotirjam aloqa qila oladigan vaqtimizda biz Undidarda faqat jamiyatdagi masalalar to'g'risida, o'zimiz yaxshi ko'rgan she'rlar haqida va yoki o'zimizning huzur topadigan shu yozmalarimiz haqida paranglashdik, shularni chiqaratdik. Biroq hozir biz jamiyatdagi masalalarni emas, balki o'zimizning beshiq kelayotgan kulfatlar haqida yozishimiz, ulardan bir xotir qoldirishimiz, keyingilar o'qishi kerak bo'lgan biz bir iz qoldirishimiz lozim bo'layotdi. Shunga bu bizning ustimizga yuklangan bir majburiyat deb qarayman. Shunga hozir men mushu mas'uliyat, majburiyat tuyg'usi tufaylidan yozaman. Bu biz hamda men boshlang'ich o'rta maktabda o'qiyotgan joyimda, hatto oliy maktabda o'qiyotgan joyimda adabiyotni bizga bu hissiyotini, tushunchani, dunyoga ko'z qarashingni, jamiyat, vaqtdagi fikrlarning hammasini eng yaxshi shaklda tildan ifodalab bersam, bu adabiyot bo'ldi deb o'rgatilgan menga. Balkim boshqa ta'bir bo'lishi mumkin, men unutib qolgan bo'lishim mumkin. Ya'ni so'z san'ati deb o'rgatilgandi. Bu ta'birni qanday qaraysiz? Men buni sal yuzaki deb qarayman. Çünkü chatga chiqqandan keyin men adabiyot falsafa munosabati, adabiyot psixologiya munosabati, adabiyot jamiyat qisqasi adabiyot bilan boshqa ijtimoiy fanlar munosabat o'tirsizki, bir narsani o'qigandan keyin adabiyotningki nuqul so'z san'ati emasligini his qilib yetdim-ku. Siz bu to'g'risida qanday ko'z qarashingiz qanday? Chunki hozir yaxshi so'zlab o'tdingiz, biz majburiyatimiz debchu, mushkisini bog'lab bir tushuntirib bergan bo'lsangiz. Men ayni vaqtda Iz va Uyg'ongan zimin nomli romanlarni o'qiganda pek hayron qolgandim. Chunki men burun yozuvchilarni uyda o'tirib yoziqchilik qildi deb o'ylaydim. Ammo u romanlarni o'qiganda opamning tushuntirishlari va keyin o'qigan boshqa mushu vaqtdagi yozmalarni shuni tushundimki, yozuvchi, ya'ni shu vaqtdagi rahmatlik Abdurahim O'tkir ustozimiz nurg'un yerlarni aylanib, nurg'un kishilar bilan paranglashish orqali bu asarlarni vujudga keltirib ekan. Ya'ni uyda o'tiribla o'z xiyol qilib yozib qolgan narsa emas ekan. Shuning uchun men bu adabiyotning nuqul bir so'z san'ati deb qaramayman. Bu nurg'un jihatlarni o'z ichiga olgan bo'ldi. Masalan, men o'zimning romanimni yozish jarayonida tarix tushunchamning intayin kamchiligini his qildim. Chunki men tabiiy fan sinfida o'qigan to'liq o'tirda mayli bizga burmalangan tarix bo'lsinmi yoki jug'rofiya bo'lsinmi hech nima o'tmagan. O'zimiz shu vaqtdagi aldirash besimimiz tufaylidan o'zimizmi o'rganmagan desam bo'ldi. Keyin to'liqlab olgan bilimlar kamchil bo'lib qoldi. Shu jarayonda men roman yozish jarayonida nurg'un narsalarni o'rgandim, izlandim. Shunga adabiyotni
bizning tariximiz, masalan, özümüzün ədəbiyyatını epsək, özümüzün ədəbiyyatı, özümüzün tarixi, coğrafiyası, siz degəndək fəlsəfə qatarlıq nurgun cəhətlər bağlandığan, nəhayət universal bilim tələb qıladigan bir kəsb deb qarayman. Yana bir cəhətini aytqanchada bununğa bir o'tdək yürək kerak. Mecburiyet tuygusu degenim şu. Eğer bizde faqatla bilim bulup, şununla tushliq millet üçün mecburiyet tuygusunu his qiladigan bir ruh bo'lmasa, bu yozganlarimiz faqat şan shuhrat üçün bo'ldi ekan. Başqalar bizni maqtasin, başqalar bizning nomimizni chiqarsin degan maqsadda yozganimiz dabdabalik qurlarga to'la degan yozganlarimiz, bu yozganlarimizning ya'ni millet üçün hech qanday bir foydasi bo'lmaydi ekan. Şuna ben edebiyatını şundaq deb qarayman. Siz gibinizin başta edebiyatını senetle bağladığınız için ben buna koşuluyorum çünkü bir yerdeki demek şu olan dersem de edebiyat emeliyatta bir eser yaratışla birlikte aynı vakti insanın ki yüzüne yaratış hesaplandı deb qarayman. Çünkü mesela biz bir insan bu sütümüzden bizim hakkımızda ailemiz bir neslendeydi. Mektep, onun etrafımızdaki mağrip, siyaset, hükümet, devlet, hakimiyet hemisi biz hakkımızı bir neslendeydi. Ulan gelen hemisi biz için hakikat hesaplandı. Ama hem bir insan bu sütüm bilen, ya ki bir şahs bu sütüm bilen minimum çokum ulaqı deydiğen nersem buluş gerek. Senin hakikatin ma olsa, ya hakimiyet bu sütüm bana bir hakikat degen olsa, ama benim hakikatlerim, benim oyluğallarım, benim düşüncelerim, benim göz karışım ma o. Deyiş arkalık, şu mevcut nesli nispeten bir isyan. Çünkü insanın ki isyan diyen gap yerde özünü ifadeleşten ibaret bir cereyan deb qarayman. Şuna hazırda biz bu hakimiyet, hakimiyetlik bir tüzümni yaşagan bolganligimiz üçün hemme narsani Allah burun biz to'g'ri qarab bilib bo'lgan. Bizning tariximiz, edebiyatımız, hem narsamiz haqida haqiqat so'zilib bo'ldi deb biz aynan uyutildi. Ama dal shu vaqtda çoxum bizim bir nesli işimiz gerek insan bu sübütümüzden. İşte diğerge vaqtimizda andın hem yeni eser yarata alaymiz, hem özümüzü ifade qilgan bo'laymiz. Ama edebiyat bir insanınki insan buluş jarayonidagi bir safar deb qarayman men. Siz buni qanday qaraysiz? Edebiyat hakikaten insanın insan buluş jarayonidagi bir safar. Mundaqcha qilib aytgan chog'da, masalan, ba'zilar hech qanday bir ijodiy bo'lmaydi. Hamma narsa ko'chirilgan, ya'ni o'g'irlangan deb qaraydi ekanda. Haqiqiy yozuvchi, haqiqiy san'atkor yaxshi o'g'irlay oladi deydi ekan. Chandurmay o'g'irlay oladi deydi ekan. Shuningdek, bizning hayotlik safarimizmi boshqalarning hayotlik safaridan ulgu olgan bir safar bo'ldi. Biz hergiz yepyeni bir yolda mağmayımız, hemimiz o'xshash yollarni baştan keçirimiz, hemimizin öz aldığımızga tikilgen bir ülgümüz buludu. Mesela bizning aldığımızda yiziqchilik qilib o'tgan, kurash qilib o'tgan ejdatlarimiz bizga mushundaq bir edebiyatning ulgusini yaratib berdi. Biz ularning yo'lidan menyapmiz, ularning safarini davomlashtiryapmiz. Shunga menimcha bo'lganda edebiyat haqiqatan bir hayotlik safari bir insonga nisbatan u insonninki o'zini hatto takomillashtiradigan bir omil desakmi bo'ladi. Chunki bizning bu yozganlarimizni oqimiz qarab baqsak 5 yil burungi asarlar bilan hozirgining intayin zo'r farqi bor. O'zimizning qanchalik darajada bir oz bo'lsa yuksalganimizni shundan his qila olamiz. Yana bir jihatni aytgan chog'da bizning ko'z qarashlarimiz meyli vatanga bo'lsin, meyli millatga bo'lsin, meyli o'zimizga bo'lsin, ko'z qarashlarimiz shu jarayonda yengilib ma'd ekan. Bumi o'xshashlar shu ajdodlarimizdan ko'chirilgan, kopiya qilingan bir nusxa. Shu bu hayotlik safari, men buni hayotlik safari deb qarashda yepyeni bir narsa deb qarmayman, balki ulgularimizning yo'lida davomlashgan bir hayotlik safari deb o'ylayman. Bu yezishni, bu mesela Orhan Pamuklar yaxshi ifodalayotgan. Mesela yezish degan vaqtida men insonninki o'zimninki qalbidan yoki postidan chiqib, boshqa atrofdagi o'xshamagan inson, o'xshamagan madaniyat, o'xshamagan ko'z qarash, yoki o'xshamagan makon. Ularga uchrashgan vaqtimda andin men o'zimninki kamchilikni tunib, boshqalardagi ortiqchilikni olgandan keyin o'zimni beytiman deb qarayman. Mesela Orhan Pamukniki men romanchilik qilish jarayoni vaqtida ben başka insanlarını, başka milletleri yaxşı tanıdım. Tuygudaşlık hissi bende şekillendi. 30 yıl jarayonida ben del muşu royimni terbiyelep çıktım deb qarayken. Çünkü mesela bunu neme o'xshasak, bizden bir bağçamız var. Bağçamızı yaxşı mumbat qilish uchun sirtdan biz dallardan gullarga ehtiyojimiz var, o'g'itga ehtiyojimiz var. Her xil gullarga elib bağçamızı
Bakçımızı çevirsek, o bakçımız tekimi mani mollaşıdı. Del edebiyatma yüzümüzden çıkıp kalkıp durup, başka insanlarla alakalı jarayonda ulardan algan narsalarimizni yüzümüzni taraq qildirish uchun ishlatilgan qandaq bir narsa deb mana ifodalaydi ekan. Shunga hozir siz hozir yaxshi dedingiz, adabiyot del sizga ko'p tarafli, ko'p qirliq bir soha deb qarasak bo'ldi. Hozirgi paytda har bir Uyg'urning albatta qalam tuta oladigan birisininki yezib qoldirishga ahamiyat berishni intayin zarur deb qarayman. Siz bu Xeyri Xo'sh Quyosh deb bir roman yozdingiz. Ben Quyosh deganni a gapni anglagan vaqtda nihoyatda diqqatim tortgan bo'ldi. Nima romaningizga shu ismni qo'ydingiz? Bu vaqtda mendan o'quvchilarimiz so'ragan, bolalarning diqqatini tortibdi. Xeyri Xo'sh Quyosh degan ism kalamga tuyuqsiz paydo bo'lib qoldi. Chunki mushu romanning yip uchimu menga shundoq tuyuqsiz paydo bo'lgan. Shuning bilan munosabatlik men bu romanni yozish jarayonida bir qancha qatam boshlab baqdim, lekin o'zimga toz yorimadi. Qandaq boshlash, qanchinchi shaxsda, qandaq tasvirlash haqida kalamda aniq uqum yo'qdi. Chunki agar birinchi shaxsda yozsam, u kamerdagi boshqalarning his tuyg'ularini, boshqalarning ishlarini tasvirlashim qiyinga to'xtaydi. Shuning bilan Gulbar adamning bir, ya'ni Gulbar Jillovadimizning bir guvohligida qorong'u uy deb bir uy bor ekan, qorong'u kamer jazolash uchun so'laydigan. Shu kamerga zaldan ishning yo'chiqidan bir kichikkina nur tushib turadi degan bir tasviri bor. Shu narsa mening kallamni yup-yo'riq qilyapti desam bo'ldi. Men shu nurning tilida yozishni o'yladim. U nurni quyoshning bir zarrachisi deb tasvirladim. Bu nur endi barliq kamerda bo'layotgan zulmlarni ko'rdi, boshqalarning his tuyg'ulari bilan o'rtoqlashidi, ularninki o'tmishlariga boradi, ular qandaq ish qilsa shular bilan birga qildi, bo'libmi bosh personaj Rayhon bilan. Oxirida Rayhon tugab ketganda bu nur bu dunyoda turishni xohlamaydi. Shuning bilan quyoshga qo'shilishib, Xeyri Xo'sh Quyosh deb bu nurni bu dunyodan ketadi. Biriga mushuning uchun Xeyri Xo'sh Quyosh degan ismni qo'ydim. Yana biriga men quyoshni dunyoga o'xshatdim. Hozir bizning sirtqi dunyoyimizga, bizning ichimizdagilar xuddi shu kamerdagilarga o'xshaydi, vatandagilar. Biz hozir quyosh shu romanda bu dunyo bilan kori yo'q. Nur shunchalik vaqiraydi, yordam talab qildi, ammo u quyoshning kori bo'lmaydi. Hozir bizning ahvolimiz shunchalik o'xshaydi. Haqiqatan biz uchun ovozini chiqarayotgan, bizga yordam qilayotgan shaxslarga, o'rinlarga minnatdorligimiz cheksiz. Lekin yana ko'pincha bo'libmi huquq tutgan kishilarga nisbatan aytgan chog'da bu ovozlar intayin bo'sh bo'lib qo'yadi. Shunga men shu vatandagi kishilarning umidsizligini sirtqi dunyoga xeyri xo'sh, sizlar bizga yordam qilmaydi ekansizlar degan bir cho'qonini anglatmoqchi bo'ldim. Yani bütün dünya üzüm işi bilen ama biz quyoshni mahrum aldı yaşayapmiz. Mushi degan chiqish qilib romaningizni yozib chiqdingiz. To'g'ri. Bu men davomliq yine so'raydigan bir savolim bo'ldi. Bu hozirgacha siz to'rt quloq yo'lini chiqaryapsiz, ana til maktab bilan shug'ullanyapsiz, yani boshqa nurg'un ishlar qilyapsiz. Biraz burun deb o'tdingiz. Bu qiyinchiliklar jarayonida bir qatamda voz kechishni o'ylash vaqtingizmi? Bu ishlardan. Çünkü insonchilikda chunki nurg'un narsa ba'zi yolg'iz qolgan vaqtida kammaydi emas, kelib qoldi deb o'ylayman. Albatta voz kechgan vaqtlarim bo'ldi. Masalan, ba'zi chog'da hatto o'yladim, hatto qechib ketishni o'yladim-da. Mush ishlarning hammasini bo'libmi to'rlardan butunlay qutulib, o'zimning dunyosida bir rohat yashab baqsam bo'lmamdi deb o'ylab ketdim. Bo'libmi bayam degandek to'kmatlarga uchirganda, nima uchun bunday haqsizliklarga uchrayman? Men bu maqsadni qilmasam nima uchun maqsadlarim burmulindi deb ko'nglim yerim bo'lib, demak kishilar shunday qaraydi ekan, mening tirishchanligim ular uchun hech nima hisob emas ekan, bo'ldi men o'zimning ishimni qilib baqay deb o'ylab baqdim. Yana masalan, night qiynalgan vaqtlarda, yolg'izlik his qilgan vaqtlarimda, hatto ba'zida bu millat faqat mening emas-ku. Xuddi ish qilayotgan boshqalar o'ylagandeklar, ba'zida intayin umidsizlangan chog'da bu millat meninglimidi deb o'ylaganlar o'xshash shunday xiyol kallamga kelgan bo'ldi, lekin keyin o'zimni bek ayibladim. Chunki biz voz kechib erishgan rohat
biz xalaydigan narsa emas ekan. U bizning vijdonimizni kuydirdi ekan. Mayli biz uningdan keyin nihoyatda xushallik ichida yashayli, mayli qandoq bir bo'sh vaqtlar, nihoyatda bir erkin bir chog'lar bizning atrofimizga kelsin. Mayli kimlar bilan uchrashib qanday xushal bo'lib ketayli, biz uningdan baribir huzur ololmaydi ekanmiz. Chunki bizda bir vijdon bor ekan, shu qiynaydi ekan bizni. Sen ma ishni nimishqa tashlading deb. Men hatto o'zimning shu o'yi uchun o'zimni intayin qattiq aybladim. Asli bundaq o'ylamasligimiz kerak edi. Hozirgi sharoitimizda vatandagilar kechalarda kechkichalab o'rdirib shu zulmlarni ko'rayotgan vaqtda bizning tatiyotganimiz qanchalik bir narsa, mayli kim nima desin, biz ular uchun qilmayotimiz. Biz hammamiz amaliyotda millat uchun, vatan uchun xizmat qildik deymiz, undaq emas. Hammamiz o'z vijdonimizni rohatlatyapmiz. Bizning qilayotganimiz millat uchun qilayotgan bir ulug'vor ish emas, balki shu vatandagilarga hech nima qilib bermayotgan chig'imizda miyat kechalab uxlayolmayotimiz, shu uxlayolmayotganlarimizni rohatlatish uchun qilayotgan ishlar. Shunga voz kechgan vaqtlarimda o'zimni shundoq ayblab joyiga keltirgan bo'ldim. Zaten bu bir ishdan qilayotganimdan keyinda bu gaplar cho'qim bo'ldi. Hatta bu gaplar balki yaqiningizdan kelishi mumkin, yoki siz taniydigan odamlardan kelishi mumkin, ammo bunda vaqt siz degandek shu vijdoni nima taqozo qilsa, shu bir harakat qilsa, hayotimiz ma'nilik deb qarayman men. Bu 2020-yil siz bu dunyodagi nufuzli medialardan biri bo'lgan BBC'ninki 2020-yili dunyoga ta'sir ko'rsatgan 100 ayol degan tizimlikni o'rnilib hammamizni g'ururlandingiz. Shu vaqtda siz xush bo'ldingiz. Bu nima sababdan sizga mukofot berildi? Yoki tizimlikni qanday olib o'rin oldingiz? Bu men qiziqayotgan bir ishdi. Balki siz buni Erkinasiya radiosiga dedingiz deb o'ylayman. Men bu ishdan xushal bo'ldim va ko'nglim yerim bo'ldi. Xushal bo'lgan tarafim mushu tizimlikda Uyg'ur degan bir so'zning chiqqan bo'lishi, boshqalarning mushu sabablik Uyg'urlar haqida izlanishiga sabab bo'lganim. Yana bir ko'nglim yerim bo'lgan tarafi, agar bizda bir bu zulm bo'lmagan bo'lsa, balkim men bu tizimlikka kirmagan bo'lardim. Mushu zulm tufaylidan mushundaq bir sharafga erishish meni hargiz xushal qilmadi. Men albatta bu sharafni zulmlarning yo'q bo'lishiga tegishayotgan bo'lardim albatta. Jinimizni pido qilamiz bunday zulmlarning yo'q bo'lishiga. Shuning uchun ko'nglim bak yerim bo'ldi. Ham yana bir jihatni aytgan chog'da mening xiyolimda vatanda zulm tortayotgan, shularga chidayotgan, sabr qilayotgan ayollarimiz bu tizimlikka mendan necha ming hassa ortiq shu yerda bo'lishga tegishli deb qarayman. Shunga yig'inchoqlab aytsam, bu tizimlikka kirish boshqalar, ya'ni boshqa millatdoshlarim, qarindoshlarim xushal bo'lgandek meni xushal qilolmadi. Faqat va faqat Uyg'ur degan ismning bo'lgandan xushal bo'ldim. Men o'zimni u tizimlikka loyiq biri debmi o'ylab ketmayman, chunki nurg'un ayollarimiz va bu sohada xizmat qilayotgan, faqat shu ayollarga vakolatan mening ismim shu yerga yozildi deb o'ylayman. Bu sizniki burungi hayotingizga qaytib kelsak, siz bu Beijing universitetida o'qidingiz. Hem Xitoydagi ham dunyodagi nufuzli oliy maktablardan birisi. Siz o'qish bitirgandan keyin tamoman vatanga qaytib, eng yaxshi o'rinda ishlayotdingiz. Ammo siz chetga chiqishni tanladingiz. Bunga qaysi sabab bo'lgandi? Nima sabab bo'lgandi? Bundan bir qancha turli sabab bor. Ayni vaqtda Xalmurat G'ofur doktor Xalmurat G'ofur Beijing universitetiga berib nutq so'zlagan chog'da bizga o'zining ishkirdagi nurg'un oliy maktablar tarafidan taklif qilinganligi, lekin ular professor bo'lishni rad qilib, vatanga qaytib, shu tibbiy universitetninki mudir bo'lganligini, toshning tushgan yerida izish ekanligini degandi. Shu vaqtda men azaldan bundaq chunqur o'ylab baxmabdi ekanman, ammo shu leksiyasini nutqini anglagandan keyin bu menga ta'sir qildi. Men shu kunlarda opamga telefon qilib, men o'qish bitirgandan keyin qaytib berib, tibbiy universitetda ishlayman. Bizni Xalmurat doktor kelinglar deb taklif qildi degandim. Opam bak xush bo'lib ketgan. Lekin men o'qish bitirgan yili opam tugab ketdi. Bir jihatni aytgan chog'da menga ma'naviy kuch bo'lgan, bek zo'r bir tayanchim yiqildi desam bo'ldi. Yana bir jihatni aytganda,
muşu bizning davrimizni qo'shib aytganda biz 3 avlod Xitoyning zulmiga uchirganlar. Mening buvam, dadamning dadasi ayni vaqtda maktab ochgan va intayin boy o'tgan, shu boyligini millat uchun sarf qilgan shu kishi Shanxaydagi shirkatida hukumat tarafidan shu vaqtdagi so'l sanoatchilar uyushmasiga taklif qilinganda ularning maqsadini bildiganligi uchun rad qilgan va shu rad qilganligi tufaylidan turmaga tashlanib, hatto turmada kuydirib etilgan, ya'ni o'lib ketgandan keyin jasadi kuydirib etilgan. Mushundaq bir tarix kichik vaqtimda men faqat opam deb bergan chaqda bir qitim anglagan bo'lsam-mu, men intayin ta'sir qildi. Bu Xitoyning zulmining tugamaydiganligini bilatdim. Va agar vatanga qaytsam, hamon shundaq bir ishqa duchor bo'lganligimni, shundaq bir oqibatga qolganligimni bilatdim. Chunki dadam 12 yil turmada yotgan. Medeniyet inqilobida. Dadam u jarayondagi kechirmishlarini bizga ko'p so'zlab bergan. Bu kechirmishlar mening chet elga chiqib erkin bir dunyoda o'zim xohlagan ishlarni qilishimga sabab bo'ldi desam bo'ldi. Ayni vaqtda men oliy maktabda munbarlarda she'r yozatdim, asar yozatdim. Ammo nimishkin erkinlikka bo'lgan talpinishimni, vatanga bo'lgan his tuyg'ularimni erkin yozolmaydim. Boshqa xil usullarda ifodalaydim. Mening ularni shunchalik erkin ifodaligim keladi. Balkim mushu sabablar tufaylidan vatanga qaytsam yana bir bo'g'ilishni boshdan kechiradiganligimni o'ylagan bo'lsam kerak, chet elga chiqishni qaror qildim. Ham yana bir jihatni aytganda, shu vaqtda mening ishlayotgan do'stlarimning ko'pinchisi partiyaning ba'zi bir siyosiy urinishlarga qatnashadi. Mendan ba'zi bir maqolalarni yozib berishni so'ragan bo'ldi. Men umrimni bundaq siyosiy urinishlar bilan o'tkazishni faqat xohlamadim. Balkim millat uchun xizmat qila olishimiz mumkin, ammo bu xizmat men umid qilgan doirada bo'lolmaydiganligini o'yladim. U chaqlarda vaziyat bu darajada bo'lmaganligi uchun balkim chet eldimi vatanga to'r orqali xizmat qila olayman degan bir maqsadda chet el chiqishni tanladim. Bu sizningki endi nurg'un kundalik hayotingizda ma'nilik, utuqliq, mo'l, huzurliq deb o'tdi deb o'ylayman. Kundalik hayotingiz qanday o'tdi sizningki? Men o'zimni boshqalarga bekorchi deb tasvirlayman. Ya'ni o'zimning muqim xizmatim bo'lmaganligi uchun. Ammo shu bekorchilikdan bekor bo'lgan vaqtim bek oz. Men faqat majburiyat tufaylidan 7 soat uyqu uchun orom olaman. Uningdan boshqa vaqtda oromim yo'q desam bo'ldi. Atdigan turgandan boshlab o'zimning planlab olgan ishlarim bor. Shular bilan mashg'ul bo'laman. Uningdan keyin shanba-yakshanbalardami orom olmayman. Men o'zimga hech qachon bir dam olish berib boqmadim. Chunki balkim bek yaxshi ko'radigan bir ishlarni qilayotganligim uchun chaqaroq tugutish, bir vazifadan yana bir vazifaga o'tish uchun oldiraydigan bo'lishim mumkin. Agar balkim bular menga vazifa qilib berilgan biror shirkatning ishlari bo'lgan bo'lsa, bunchalik qilmasligim mumkin. Şuna kundalik mashg'ulotlarim, o'zimning normal yoziqchiliklarim, ana til tor maktabining darslik tuzishlari va boshqa jurnal va boshqa vazifalar bilan o'tadi. Bu vazifalarning hammasi o'zimga bergan vazifalar. Men o'ylayman, o'zimiz yaxshi ko'radigan, o'zimizga vazifa qilgan ishlar o'zimizga huzur bera oladi ekan va biz qancha ishlasak-mu charchamaydi ekanmiz. Elbette hayatga ma'no berib yashash insonlar albatta shu hayotimizning ma'ni degan qismida mushu odamda. Bu oxirida sizningki qarindoshlarimizga deydigan ko'ngil so'zingiz bormi? Chunki siz to'rt quloq, ona til va boshqa nurg'un sohada ishlarni qilyapsiz. Bu yerda his qilganlarimiz bo'ldi. O'rtoqlashib olgan ko'ngil gaplarimiz bo'ldi qarindoshlarimiz bilan. Shuni bir o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Men bu xizmatlarni qilish jarayonida eng ehtiyojli bo'lgan bir ishim qo'llash bo'ldi. Bir tilni va madaniyatni saqlab qolish amaliyotda oson emas va oson. Oson emas deganim qo'llash. Agar ota-onalarning qo'llashi bo'lsa, bu ish intayin oson. Chunki agar bolalarimiz bu tilni so'zlamasa, bu madaniyatni o'rganmasa, bu til va madaniyat biz bilan birga ko'milib ketadi. Vatanning ahvoli hammamizga ayon va qachon oxirlashadiganligi aniq bo'lmagan bir qirg'inchilik ichida. Shunga chet eldagi ozroqli ko'zini ochgan har biraylar
eng ching tutadigan bir ish o'zimizning mavjudligini saqlab qolish bo'lishi kerak. Bu til va madaniyat hayot qilish kerak. Agar bu bizning qo'limizda o'lib ketsa, biz bizdan avval o'tgan jinini mushu til va madaniyat qurbon qilganlarga yuz kelolmaymiz. Shu mening ota-onalarga deydiganim, mayli bizning xizmatlarimizni qo'llash bo'lsin, mayli bolalarga mushu ona til va madaniyat haqida kuch chiqarish jihatdan bo'lsin, buningga bekrak astoydil muomala qilsa, buni noit oddiy bir ish deb qaramasa. Chunki eng dastlabda deganimdek, agar biz bu bolalarni eng oldi bilan o'zimiz tarafga tortib olmasak, bularni tortib oladigan rangarang dunyo bek kengri. Boshqa til va madaniyat o'ziga tortib olsa, bular o'z kimligini sizlar sezmagan holda almashtirib etsa, keyin buni asliga keltirish intayin qiyin. Endi bu til va madaniyat yo'qolib ketsa, mayli buning bilan ishim yo'q deydiganlarga mening deydigan hech qanday gapim yo'q. Chunki bundaq kishilarga nisbatan aytgan chaqda uni men Uyg'ur deb atashni xohlamayman. Har qanday bir o'zini Uyg'ur deydigan kishi buningga mushundaq bir mas'uliyat bilan qarashi kerak. Endi hammamizning millat uchun xizmat qilish shaklimiz o'xshamaydi. Masalan, men onalarninki qilayotgan xizmatlardan intayin faxrlanaman va ularga havas qilaman. Agar men bir ona bo'lsam, balkim ular men hozir o'zim qilayotgan ishlarni qilolmagan bo'lardim. Shuning uchun Allohning bizga bergan vazifalar o'xshash olmaydi. Shunga onalarning o'zining mushu qo'lidagi farzandlarni tarbiyalashdan iborat mushu bir vazifasiga qat'iy sal qarmaslikni umid qilaman. Ular dunyodagi eng ulug'vor ishlarni qilyotdi. Men hergiz o'zimning qilayotgan ishlarimni bir onaning bir farzandni yetildirish jarayonidagi jafolarga selishtirib bo'lolmayman. Ularning qanchalik xizmat qilayotganligini bir o'zlari biladi, bir balkim bolasi shu jarayonda ancha-muncha his qilgan bo'lishi mumkin. Shunga onalar bizning kelgusidagi bolalarimizning sog'lom bir psixikada va ona tilini, o'z millatini suyadigan, o'z vataniga, agar keyin vatanimiz ozod bo'lib qolsa, shu vatanga bir yep-yangi vatanni qo'li tutib tura oladigan bir odamlar bo'lib yetishib chiqishiga bir kishilik to'kpisini qo'shsa va buningdan mushu qilayotgan xizmatlardan intayin faxrlansa, tamoman haqliq. Yana bir jihatdan qarindoshlarga deydiganim, biz hammamiz o'zimizning qo'limizdan kelayotgan ishlarni qilyapmiz. Shunga hech kimning xizmatiniki darajasini o'lchaydigan bir tarozimiz yo'q. Shuning uchun bir-birimizni ayblamay, kim qanchalik qilayotgan bo'lsa, shuni qo'llasak. Chunki biz hammamiz bilamiz, Allohning nazarida balkim intayin cho'ng ishlarni qilayotgan bir odamning ishi hech nimaga arzimaydigan bo'lib, kichik ishlarni qilayotganlar intayin tarozisi og'ir kelishi mumkin. Shunga hammadan muhimi ittifoqlashishimiz, birlik kelishimiz, dushmanga mushtaq bo'lib, ya'ni bir mushtun bo'lib taqobil turishimiz deb o'ylayman. O'sha gapingizga bir qo'shimcha qilsam, biz o'zimizni bir Uyg'ur jamiyatini bir insonning bedeniga o'xshatsak, hammamizningki o'sha badan uchun xizmat qilgan bir rolimiz bo'ldi. Masalan, oshqozonninki, o'pkaninki, jigarninki, mingninki, ko'zninki, putninki rollari o'xshamaydi. Ammo ular birlikda hamkorlik qilib, o'sha badanning tamponlik uchun, birlikda hamkorlashganlik uchunlar inson vujudi iborat bu mo'jiza ma'nolarda harakat qila oladi, nurg'un yangi ishlarni vujudga chiqara oladi. Shunga siz degandeklar bu ishlarning cho'ng kichigidan muhimdan bakroq. Shu Uyg'ur uchun bir ish qilinsa, bu Uyg'urdan iborat bu jamiyat futurab tura oladi, mavjudlikni davom ettiradi deb o'ylayman. Rahmat Adil aka. Ekrandagi muhtaram ko'rmanlar, biz yuqorida Muyassar Abdulahat Xandan xonning o'z og'zidan o'zini anglab chiqdik. Hammalarga ko'p rahmat. Muyassar xonim, sizga ko'p rahmat. Anglag'uvchilar sizlarga ko'p rahmat.